Abdulmuiz Hattob degan odam, ya'ni jahannamga o'tin bo'lgan ayollar nomli kitoblarni yozib, qaysi bir ayolni xulqa atvori Xudoning rahmatidan, jannatidan benasib qiladigan, Allohning jannatidan yiroqlashga sabab bo'ladigan, do'zaxdan nasibador bo'lishiga sabab bo'ladigan ayollarni toifasi qanaqaligi haqida alohida ma'lumot berib o'tibdilar. Birinchisi mutabarrija debdilar. Mutabarrija degan so'zning ma'nosi yasan pisanda haddidan oshib ketadigan ayollar. Alloh kalomi Qur'onda Sura Ahzobda marhamat qilib aytadiki, uylaringizda barqaror bo'linglar. Agar bir sabab bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsanglar, yasan pisan qilgan paytinglarda haddinglardan oshmasdan kiyinishni chegarasini bilib turib kiyininglar deb Alloh marhamat qiladi. Endi muhtaram birodarlar, bu oyatdagi ma'no yasan pisanda chegarani bilinglar deshdan maqsad, ya'ni ikki yelka, ko'krak, sochlar, avrat bo'lgan joylarni bekilishi nazarda tutiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ayol kishi uchun yuzi bilan ikki kaftidan boshqa hamma a'zolari avrat degan ekanlar. Janob Rasulullohning huzurlariga Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari Hazrati Asma onamiz kirgan paytlarida ustilaridagi libosga bir nazar solsalar, juda ham harir, yupqa bir matodan bo'lib, ichki ko'ylaklari ko'rinib turganligini ko'rganlaridan keyin Hazrati Asma onamizga qarab turib aytdilarki, ey Hazrati Asma, balog'atga yetgan har bir ayol kishi uchun yuzi bilan kaftidan boshqa, ikki kaftidan boshqa qolgan a'zolari avrat. Ustingga kiygan libosing o'zingga yarashadigan holatda, tanangni bekitib turadigan holatda bo'lsin degan gapni sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Endi achchiq bo'lsa haqiqat, birodar bekitishni aybi yo'q. O'zinglar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar, hozirgi jamiyatimizda, hozirgi asrimizda erkaklarga qiyin bo'lib qolganligi, o'zini haqqa bekitishni bilmasligi, haqqa qarashni bilmasligi, ko'chaga chiqqan paytimizda, nazar solgan paytimizda juda ham haddan tashqari chegaradan o'tib ketgan holatda ochilib sochilib ketgan ayollarni bugungi kunda ko'payib qolganligi hammanglarga haqiqatligini o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida marhamat qilgan ekanlarki, qiyomatdan oldin qiyomatning alomatlari paydo bo'ladi. O'shanda qiyomatning alomatlaridan bittasi kiyim kiygan yalang'ochlar dunyoning yuzini ko'radi. Bunda qarasangiz ustida libosi bor, kiyimi bor, lekin yalang'ochdan farqi yo'q bo'lgan holat. Shunda qaragan paytda har bir joyi ochilib ketgan holatlar paydo bo'lishligi qiyomatdan oldin paydo bo'ladigan alomatlardan bittasi degan ekanlar. Shuning uchun kiyingan paytda haddiylarni bilib, chegaradan chiqmasdan, zeb ziynatni qilgan paytda chegaradan chiqmasdan kiyinishlik ayollarning zimmasidagi haq. Haddidan oshib ketadigan ayollarning ta'rifi mutabarrija deyilgan ekan. Endi muhtaram birodarlar, o'tmishda o'tgan salafi solihinlarning hayotiga bir nazar soladigan bo'lsak, o'zini iffati bilan, o'zini xulq atvori bilan, kiygan libosi bilan odamlarga ibrat bo'ladigan ayollar bor. Ahli ilmlarimiz, ulamolarimiz shunday ta'rif beribdilarki, kiyinishda chegaradan chiqqan ayol ko'chada pashsha talab yotgan shirin mevaga o'xshaydi. Kiyinishda chegaradan chiqqan ayol pashsha talagan laziz bir mevaga o'xshaydi. Meva o'zi shirin, ko'chaga chiqqanda pashsha ham shirin narsaga qo'nadi. Butun odamlarning diqqatini o'ziga jalb qilib, ochilib chochilib ketgan ayol hali aytilgandek pashsha talagan bir mevaga o'xshab ko'chada yotgan bilan barobar debdilar. Ayollarga ziynatlanish, kiyinish halol qilingan, faqat erni oldida.
xonadonda o'zini erini ko'zini oldida ziynatlanish, kiyinish bu ayollarga halol. Lekin odamlarning diqqatini tortadigan holatda, shariatimiz ko'rsatgan mezondan quyishqondan chiqib ketadigan holatda bo'lish harom deyilgan. Bir hikoyada keladiki, bir ayol islom ravnaqi uchun bo'lgan jihodlarda asirga tushib, o'limga mahkum bo'lib, dorga osilishga hukm qilingan ekanlar. Shunda dorni oldiga olib kelayotgan paytlarda aytishgan ekanki, oxirgi so'zni sizga beramiz. Oxirgi dilingizdagi nima gapingiz bo'lsa ayting, nima iltimosingiz bor? Farzandingizni oldingizga olib kelib ko'rsataylikmi? Yo yaxshi ko'rgan bir taomni tanovul qilasizmi? Biron bir dilingizdagi niyatingiz bo'lsa ayting deganlarda, mana oxirgi iltimosim bor. Shu iltimosimni qilsanglar men roziman. Nima iltimos deganda, igna bilan nina bersanglar. Igna bilan ninani olib kelganlardan keyin nima qilasiz? Asir paytda ko'ynaklarim yirtilib ketdi. Hozir men o'limga mahkum bo'lib dorni tagiga ketyapman. Odamlarning oldidan o'taman. Yirtiq kiyim bilan tanamni ko'rsatib insonlarning ko'zini oldidan o'tishga men hayo qilaman. Qiyomatda qanday javob berishni hisobini men sezib turibman. O'limim oldida ham halol bo'lib, pok bo'lib insonlarning oldidan o'tishni xohlayman. Odamlarning diqqatini o'zimga jalb qiladigan ekanlar. Kiyimlarini tikib turib dorni tagiga borib o'limni bo'yniga olgan ekanlar. Mana shunaqangi holatda bo'lish islomda mutabarrija deyildiki, ya'ni ayol kishi o'zini chegarasida, haddida kiyinishi. Ikkinchisi muhtaram birodarlar, mutamarridalar. Ya'ni do'zaxga o'tin bo'ladigan ayollarning ikkinchi toifasi mutamarrida deyiladi. Hozirgi kundagi oilaviy tanazzullarga bir nazar soladigan bo'lsak, ko'pincha bo'ladigan janjal, mutamarrida degan so'zning ma'nosi eriga itoatsiz bo'lgan ayollar, erga itoat qilishdan bosh tovlagan ayollar. Oilaviy tanazzullarning sabablariga bir nazar solsangiz, bir xil paytda ayollarning mansab egasi bo'lganligi, yo bir amal egasi bo'lib qolganligi, erga qaraganda ustuvorligi, pul topishda, tirikchilikda erdan oldin afzalligi, yo bo'lmasam bir xil ayollarimiz o'zini husniga, malohatiga berilib ketib, uydagi erni mensimay qo'yadigan holatda, erni mensimasdan gapiga itoat qilmaydigan holatda bo'lib ketadigan ayollarning toifasi mutamarrida deyilar ekan. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida aytgan ekanlarki, qaysiki ayol kunida 5 mahal namozni ado etib, Allohning haqqini ado etgandan keyin yilda bir marotaba 30 kun ro'zasini ado etib, ro'zani ado etib, erni haqqini ado etib yurgan, erga itoatda yurgan ayol jannatni qaysi eshigidan kirsa kiraversin degan ekanlar. Ya'ni itoatda bo'lishlik, mensimasdan qoladigan odamlar bor. O'zini kimligini unutmasdan, erni itoatiga, buyrug'iga, amriga bo'ysunmasdan bemalol gap qaytarib, gapirgan gapiga gapini qaytarib turadigan, sanamasman deb turadigan, ustunlik qiladigan ayollarning toifasi mutamarrida deyilar ekan. Mana kecha bo'lgan mavruzamizda mana Salohiddin akamiz qatnashdilar. Oldin ham aytganman, shunaqangi bir jannatda ayollarning toifasi bor ekanki, bir hikoyani ancha yil oldin gapirib eshitgan edik. Bir onamiz 2 haftalik kelin bo'lib bir xonadonga tushgan ekanlar. Shunda kuyov bola 2 haftalik kuyov uzumlarni xomtok qilaman degan maqsadda so'riga chiqib yerga yiqilganlardan keyin umurtqa pog'onasidan lat yeb o'rinda yotib qolgan ekanlar. O'sha paytlardagi doktorlardan tortib ko'zga ko'ringan tabiblarni hammasi nazoratdan o'tkazgandan keyin bu odamni qayta oyoqqa turishiga umid yo'q degan xulosani berganda, kelinni yonlariga chaqirib, siz meni deb shu xonadonga kelgan edingiz. Alloh endi menga dard berib qo'ydi. Endi sizga ijozat. Mana shu dardni berganligidan keyin o'rtamizda hayot bo'lishi mumkin emas. Turmush qiling deganda, erni so'ziga ayol itoat qilib, men shu xonadonga sizni deb kelganman. Nikoh xutbasi ikkalamizga o'qilgan. Qancha bo'lsa, nima mashaqqat bo'lsa endi billa ko'ramiz deb o'sha erkak odam 45 yil o'rinda yotgan ekan. 45 yil o'ringa mixlanib qolgan paytda oq yurib, oq taraf hayotga kelib hech narsani ko'rmasdan, ko'rgani erda nogiron o'rinda yotgan er.
shifoxona, kasalxona, dorixonadan boshqa na to'y hasham, na quda-anda, na bir chaqaloq bolani bag'riga bosib emizishdek onalik baxtiga muyassar bo'la olmasdan oxirida erlari dunyodan ko'z yumayotgan paytlarda, jon nazm holatiga kelgan paytda xotinlarni chaqirib vasiyat qilib duo qilgan ekanlar. Yoshligingni, butun hayotingni, borligingni bag'ishlab o'tib ketding. Sanday jannatda ayollar bor ekanki, dunyo hali nafas oladi. Qilgan xizmatlaringga rozi bo'lgin. Men roziman deb ayolni haqqiga duo qilib o'tgan ekanlar. Mana shunaqangi jannatda ayollar, itoatli ayollarimizni hozirgi kunimizda borligi, shularning xulq-atvorlarini tushuntirishlik, bildirib qo'yishlik har bir bandani zimmasida turgan vazifalardan bittasi bo'ladi. Salafi solihinlardan birlari, sahoba-i ikromlardan birlari